Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va yurtimiz ishqibozlari, biznes boshlamaydigan aka-ukalarimizga Gazablok stanok biznesimiz xohlasa mana bu yerda kuyish jarayonlari ketyapti. Gazabloklarimizni bu yoqda mana quyib, ertaman quyib, arilar tayyor qilib qo'yilgan variantlari bor, xudo xohlasa. Ko'rishingiz mumkin. Ishlarimizni sifatlari, diagonallari juda chiroyli holatda, xudo xohlasa. Joylari ham mana kirrali bo'lib chiqqan. Bu yoqda mana xudo xohlasa Gazablogimizni olgani, dastavchik murojaatlarimiz kelgan. Xudo xohlasa hammasi zakaz ishlanyapti aka bularni. Biror mataliga taxlanib qoldi, to'planib qoldi degan narsalar yo'q. Xudo xohlasa bu yerda mana hozir 30 dona qolib bor. Bu yoqda mana yana 10 dona patlonimiz kelgan. Yer qolib bu yerda 40 ta o'xshay. 40 ta bilan bo'lyapti. Kuniga o'shanda 40 taga 480 ta chiqadi. Bu yoqda mana smestitellarimiz bochka suvga moslashtirilgan, issiq suv ketadi. Shablon bochka ili tagida bir tonnali bochkalarimiz. Bu yerda mana qoliplarimiz, bortlari. U yoqdan ertamandan quyilgan mana 20 dona qolip quyilgan va arava qo'yilgan. Xudo xohlasa hozir tayyor bo'lish jarayoni bo'lyapti bu yerda. 1 soat, 1,5 soat gideta o'sha vaqtda patlonni olishga tayyor bo'ladi. Bu yerda mana yangi quyib qo'yilgan. 1 soat oldin bo'lgan. 10 dona qolib yuborishdi. Ishib chiqqan ishlarimiz. Mana bu eng oxirgi quyilgan qolib bo'lgan. Endi bu hozir 30-qolib mana shu. Oxirgi qolib qo'yishadi. Ko'rishinglar mumkin. Bularimiz ham qo'lib olamiz. Nishalkalarimiz 220 ga ishlab turibdi. 20 kilo. 20 volt. Hozir qolib tushish jarayonlarini ko'rsatamiz. Mana xudo xolasa hozir nishalkamiz to'xtadi. Qolipimizni ochish jarayoni. Qoliplarimiz yamalmagan holatda. Dasturimizni juda chiroyli holatda chiqyapti. Kilosi, suv graduslari, suvning kilo normalari, litr normalari hamma joy-joyida bo'lgan. Juda go'zal holatda. Tush jarayoni endi bu yoqda mana yuklash jarayonlarini ko'rishingiz mumkin. Ideal holatda ishlarimiz. Akalarimiz yuklayapti mana. Ishlar rushnoy kesilgan bo'lsa ham ideal holatda kesilgan. Baquvvatligi ham. Mana shu qishlarimiz 2 kunlik ishlarimiz. Chiqqaniga 2 kun bo'lgan ishlarimiz. Mana akalar oxirgi kuygan qolibimiz, xudo xolasa ko'rishingiz mumkin, ishib chiqish jarayoni bo'lyapti. Qiynliklarimiz ham o'z reaksiyaga kirishyapti mana. O'zi salafandan bunday ko'rsak bo'ladi, xudo xolasa. Ishib chiqish mana jarayoni. Besh santimetr qoldi uzog'i ishib chiqishiga. Qoliplarimiz ham xuddi mana shu qoliplarimizga o'xshab ishib chiqadi, xolos chiroyli bo'lib, tekis bo'lib. Qishimiz sifatlarini oldinda ko'rsatib o'tdik. Shunaqa kimga stanoklar va mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. G'ish kerak bo'lsa ham, stanok kerak bo'lsa ham bemalol murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa Toshkentda ham filiallarimiz bor, o'zimiz ochgan. Bemalol murojaat qilsanglar, olib borib g'ishini disklarini, stanok disklarini olib borib beramiz. Dastavkalarimiz bor.